Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahrida tadbirkorlik va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Viloyat rahbari shuningdek xorijlik investorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Surxondaryo viloyati ko'mir zaxiralari va istiqbolli sanoat loyihalari bo'yicha mamlakatimizda muhim hudud hisoblanadi. Ayniqsa zamonaviy texnologiyalar asosida ko'mirni chuqur qayta ishlab, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bugungi kunda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan viloyat hokimi energiya va kimyo sanoati sohasida dunyoda yetakchi kompaniyalardan biri Sasol kompaniyasining biznes rivojlantirish, strategiya va texnologiyalar bo'yicha ijrochi vitse-prezidenti Pillay Sarushin va loyihalarni boshqarish bo'yicha ijrochi direktori Andrew Misizani qabul qildi. Uchrashuvda shuningdek O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Yevgeniy Korjekov ham ishtirok etdi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlikni kengaytirish va Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda ko'mirni chuqur qayta ishlashga qaratilgan istiqbolli loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qildi va dastlabki kelishuvlarga erishildi.